Mana oxirgi 10 yil davomida judayam ko'p yengilliklar bor. Endi hamma bemorlarimizni qiynayotgan savol. Gepatit B butunlayga tuzaladimi? Atigi 2,5-3% bemorda virus to'liq chiqib ketgan. Demak, 60 yil davomida bo'lgan tajribalar hali ham to'liq yakuniga yetgani yo'q. 60 emas, 80 yil sekin bo'ladi. Deylik, o'sha bemorda gepatit B virusi aniqlandi. O'sha paytning o'zidayoq dori vositalari boshlanadimi? Yo'q. Virus hech qanaqa belgi bermasa ham qachondir jigar sirroziga olib kelishi mumkin ekan. Xo'p, Ranoba, gepatit B virusi jigarni qanaqa qilib zararlaydi? Hattoki bemorlar komaga ham tushib qoladi. Demak, e'tiborli bo'lishlarini talab qilamiz. Albatta bemor keladi, mana shu dorini davom ettirsam bo'ladimi deydi. Men tavsiya bermayman deydi. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz gepatit B ning davosi. Bugungi mehmonimiz Hakim Sino klinikasi shifokori, tibbiyot fanlari doktori va tajribali gepatolog Qosimova Ra'no Ibragimovna. Xush kelibsiz, Ra'no opa. Assalomu alaykum. Bugun ko'pchilikka qiziq bo'lgan gepatit B virusining yuqishi, uni davosi va xalqimiz o'rtasida tarqalgan noto'g'ri miflar haqida gaplashamiz va ochamiz. Avvalo, oddiy va tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, gepatit B virusi o'zi qanday kasallik? Gepatit B virusi bu virus. Uni Barux Blamberg degan olim 1965-yilda aniqlagan. Avstraliyalik aborigen aniqlangani uchun bu gepatit B ni tashxisida avstraliyskiy antigen deyishadi. Ya'ni bemori qonida avstraliyskiy antigen bo'lsa, bu bemorda gepatit B virusi bor deb aytiladi. Shu 1965-yildan beri olimlar ko'p izlanishlar olib borgan va hozir shu gepatit B virusini yuqish yo'llari, organizmda qanaqa yashashi, qanaqa klinik belgilari chaqirishini va qachon bemorda sirrozni rivojlanishi yoki rivojlanmasligi haqida ko'p ma'lumotlar olgan va mana oxirgi 10 yil davomida judayam ko'p yengilliklar bor. Gepatit B virusi odamga yuqadi. U orttirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni odam nosteril instrument ishlatganda, tibbiy muolajalar olganda, hijomaga borganda yoki kosmetologiyada ham yuqishi mumkin. Va gepatit B virusi ham tug'ma bo'lishi mumkin. Agar ayolda gepatit B virusi aktiv holatda bo'lsa va u homilador bo'lib, homiladorlik paytida bolaga virus yuqtirsa, homila shu yangi tug'ilgan chaqaloq gepatit B virusi bilan tug'ilishi mumkin. Yuqish yo'lida nima uchun aynan shu nosteril instrumentlar haqida gaplashamiz. Nafaqat nosteril instrumentlar, mana oilada ham gepatit B tarqalgan bo'lishi mumkin. Qabulimizga shunaqa bemorlar kelishadi. Bitta akasida bor, ukasida bor, otasida bor, onasida bor. Ya'ni bitta oilada kimdirda virusli gepatit B bo'ladi va o'sha odamning qondagi virus miqdori yuqori bo'ladi. Va u odam soch qaychiga, tish cho'tkasiga yoki kiyimida shu qon qolib ketsa va qon qotgan bo'lsa ham, o'sha qotgan qonni tarkibida virus aktiv bo'lib, ya'ni 3 oygacha yuqumli bo'lishi mumkin. Shuning uchun oilada tarqalishi ham ko'p kuzatiladi. Mana yuqumli deb aytdingiz, gepatit B virusini yuqumli deb aytdingizda, xalqimiz o'rtasida eng ko'p tarqalgan turi qaysi yuqumlilik bo'yicha? Misol uchun, onadan bolaga yuqyaptimi, oila o'rtasida bo'lyaptimi, mijozlar o'rtasida eng ko'p uchraydigani qaysi? Bemor kelganda albatta biz so'raymiz. Sizda gepatit B qachon aniqlangan va oilada shu kimdir kasal bo'lganmi virusli gepatit bilan? Kimdir ha deydi. Ukamda bo'lgan, otamda bo'lgan. Biz taxmin qilamiz, bu oiladan tarqalgan virus deb. Bir xil aytadi-yu, umuman oilamda hech kimda bo'lmagan, bitta men shu virusni orttirib olganman. Tibbiy muolajadanmi, operatsiyadan keyinmi, u noma'lum. Uni epidemiologik tekshiruv o'tkazish kerak. Biz hech kimga aytolmaymiz. Aynan shu joydan virusni yuqtirgansiz deb. Agar virus tug'ma bo'ladigan bo'lsa, bu xavfli. Yana bemorlardan albatta so'raymiz. Avlodingizda, yaqinlaringizda, qarindoshlaringizda kimdirda jigar sirrozi bo'lganmi? Agar ha, jigar sirrozidan
buvam, ammam yoki kimdir o'tgan bo'lsa, biz aytamiz, bu bemorimizda ham jigar sirrozi rivojlanishi mumkin deb. Ya'ni, gepatit B har doim ham jigar sirroziga olib kelmaydi. Adabiyotlari tahlil qilinganda 15-40% bemorda gepatiti B bor bemorda jigar sirrozi rivojlanishi mumkin. Xo'p, mana yuqadi deb aytdingiz-ku. Faqat qonda, kosmetologik holatlarda yuqishini aytdingiz. Maishiy muloqotdachi, qo'l berib ko'rishganda bo'lishi mumkin. Ovqatlanganda birga. Bunaqa holatlardan yuqish holatlari bo'ladi. Ovqatlanganda bo'lmaydi. Qo'l berib ko'rishganda ham virus yuqmaydi. Agar qo'lingiz yaralangan bo'lsa, shikastlangan bo'lsa yoki ter butunligi buzilgan bo'lsa va o'sha yara joyiga kimdir qoni tarkibida virus bor, qon tegadigan bo'lsa, ana o'shanda yuqtirib olish mumkin. Shuning uchun har doim yaralangan qo'llarni, teri yaralangan joyini albatta plaster bilan yopishtirish kerak bo'ladi. Himoyalash kerak. Demak, yuqish tartibini tushundik. Endi hamma bemorlarimizning qiynayotgan savol. Gepatit B butunlayga tuzaladimi? Bu judayam qiyin masala. 1965-yildan beri olimlar shuni ustida ko'p ishlashadi. Yangi dorilar ishlab chiqarilyapti. Lekin hozirgi kunda gepatit B ni virusini, genetik moddasini, RNKsini va DNKsini kamaytirish, ya'ni virus xalq tilida aytganda uxlatib qo'yishga imkoniyatlarimiz ko'p. Lekin virusni to'liq organizmdan chiqarib yuborish juda ham qiyin. Mana 5-6 yil davomida tadqiqotlar o'tkazilganda, bemor 5-6 yil davomida virusga qarshi preparat ichganda, atigi 2,5-3% bemorda virus to'liq chiqib ketgan. Ya'ni bu funksional tuzalish degani, bemorda shu avstraliyskiy antigen deymiz, shu HBs antigen to'liq chiqib ketsa, bemor gepatit B dan tuzaldi deb ayta olamiz. Gepatit B dan qutulish juda ham qiyin va bu masalada olimlar juda ham ko'p izlanishlar o'tkazishadi. Xudo xolasa, umid qilamiz, yaqin orada shu virusga qarshi preparat chiqadi va bemorlarimiz virusdan qutuladi. Demak, 60 yil davomida bo'lgan tajribalar hali ham to'liq yakuniga yetgani yo'q. 60 emas, 80 yil sekin bo'ladi. 80 yil davomida. Lekin oxirgi izlanishlar nimani ko'rsatyapti? Masalan, gepatit B ni nafaqat DNKsi bo'ladi, gepatit B ni RNKsi bo'ladi, gepatit B ni boshqa ko'rsatkichlari bo'ladi. Ana o'shani miqdorini o'lchab, qancha davomiyligini kuzatib turib, bemorda biz aytishimiz mumkin, shu bemorda jigar sirrozimi yoki jigar saraton kasalligi rivojlanadimi yoki yo'qmi. O'zi gepatit B jigar sirroziga olib kelish uchun kamida 30-50 yil kerak deymiz. 30-50 yildan keyin jigarda sezilarli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bungacha bemorlar virus bilan yashashadi va hech qanaqa shikoyat ham shikoyati bo'lmasligi ham mumkin. Endi o'sha gepatit B virusi tanadan chiqib ketguniga qadar ham, chiqib ketgandan keyin ham dori vositalari to'liq davom etishi kerak umrining oxirigacha. Hammada emas. Har bitta davlatda o'zini davolash protokoli bor. Masalan, Yevropada agar bemori yoshi 35-40 dan keyin 35-40 dan oshgan bo'lsa va virusning miqdori ko'p bo'lsa yoki jigarda sezilarli o'zgarishlar bo'lsa, virusga qarshi terapiya berishadi. Xitoyda 30 yoshdan oshgan bo'lsa, virusning miqdori aniqlangan bo'lsa, bu 5 dona bo'ladimi, 10 dona bo'ladimi, 100 ming bo'ladimi, farqi yo'q. Ular virusga qarshi preparat berishadi. Demak, o'sha bemorda gepatit B virusi aniqlandi. O'sha paytni o'zidan dori vositalari boshlanadimi? Yo, uni belgilangan miqdori bormi? Holatmi? U bemori birinchidan eng oddiy tahlillardan boshlaymiz. Umumiy qon tahlili albatta kerak, jigar ko'rsatkichlari, ya'ni ALT ko'rsatkichlari, virus miqdorini ko'ramiz. Jigarda o'zgarishlar bor yo'qligi, albatta qorin bo'shlig'ini ultratovush tekshirib ko'ramiz va fibroskan. Agar fibroskan 7,5 dan oshgan bo'lsa, fermentlari me'yordan oshgan bo'lsa va bemorda nima deydi,
oilaviy anamnezda kimdirda jigar sirrozi rivojlangan bo'lsa, biz albatta virusga qarshi preparat berishimiz kerak. Shunaqa holatlar bo'ladi, bemorda hech qanday o'zgarish yo'q, lekin yoshi 40 dan oshgan. Virus miqdori ham kam, jigar holati ham yaxshi, fermentlari ham oshmagan, lekin bemorga biza virusga qarshi preparat berishimiz shart. Chunki virus hech qanaqa belgi bermasa ham qachondir jigar sirroziga olib kelishi mumkin ekan. Unda Ra'no opa, fibroskan haqida ozgina ma'lumot berib o'tib keting. Fibroskan bu jigar tekshirish usuli. Fibroskan jigari to'qimasini qanchalik o'zgarganini, ya'ni qattiqlashganini, dag'allashganini ko'rsatib beradi. Biz bemori qo'lda jigarini paypaslaganimizda qo'lda bilishimiz mumkin. Bu sal qattiqroq yoki qattiq yoki yumshoq deb. Fibroskanda shu ko'rsatkichlar sonda chiqadi. 508 gacha bo'lgan ko'rsatkich, 6 gacha bo'lgan ko'rsatkich biz aytamiz, ha, jigaringizni to'qimasi yaxshi, jigarda qotish yo'q deb. Agar bemorda shu 6 dan oshib ketadigan bo'lsa, 7,5 gacha bu o'zgarishlar, ya'ni davolaganda tez bartaraf bo'ladigan o'zgarishlar. 7,5 8 dan o'zgarishlar 7,5-8 kilopaskaldan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu bemorga jiddiy qarash kerak. Albatta uni virusdagi tekshirib olish kerak yoki boshqa sabablarni ham aniqlash kerak. Nima uchun jigarda bunaqa o'zgarishlar, nega jigarda qotish boshlanayotganini aniqlab, tezda davosini o'tkazish kerak bo'ladi. Fibroskanda nafaqat jigar qotishini aniqlash mumkin, yana jigarda yog' yig'ilganini ham aniqlashimiz mumkin. Bilamiz, jigarda 10-15% da miqdorda yog' bor va bu albatta yog'lar kerak. Chunki jigarimiz gormonli ishlab chiqaradi, har xil moddali ishlab chiqaradi. Agar yog'larni miqdori 15-20% dan oshib ketadigan bo'lsa, ya'ni 30% gacha bu jigarda yog' yig'ishi 1-darajasi, 2 va 3-darajasi. Shu fibroskan orqali ham shuni aniqlasa bo'ladi. Aha, demak, simptomlar kuzatilyaptimi? Fibroskanga ham borib ko'rishlari kerak. Aynan shu apparatimiz Hakim Sino klinikasida ham mavjud. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa va sizda shu simptomlar kuzatiladigan bo'lsa, kommentariyga raqamingizni qoldiring. Menejerlarimiz siz bilan bog'lanib, to'liq va tushunarli ma'lumotlarni berib o'tishadi. Xo'p, Ra'no opa, gepatit B virusi jigarni qanaqa qilib zararlaydi? Jigarni zararlaydigan viruslar ko'p, lekin aynan gepatit B viruslarning orasidan ajralib turadi. Chunki gepatit B virus jigar hujayrasiga kirib, o'zi hujayrani parchalamaydi. U jigar hujayrasiga kirib, bizani DNKmizga o'rnashib olib, bizani jigar hujayramizni o'zimizni immunitetimizga notanish qilib qo'yadi va bizani immunitetimiz o'sha jigari ataka qilishi boshlaydi. Ya'ni boshqa viruslar kelib, o'sha virus jigar hujayrasini parchalaydigan bo'lsa, gepatit B virusi jigar parchalamaydi. U o'zimizni jigarimizni o'zimizni immunitetimizga notanish qilib qo'yadi va immunitet yot narsani chiqazib yuborishga harakat qiladi. Qanchalik kuchli immun javob bo'ladigan bo'lsa, qanchalik kuchli ataka bo'ladigan bo'lsa, shunchalik bemorda kuchli klinik belgilar bo'ladi. Hattoki bemorlar komaga ham tushib qoladi. Ya'ni fermentlar 2000, 3000, 10,000 gacha ko'tarilishi mumkin. Bilirubin ko'tarilib ketadi. Shunaqa kuchli gepatit bo'ladiki, fulminant forma deydi. Mana bugun bemorimiz keldilar, aytibdilar, qizlari gepatit B bo'lib, 10 kun komada yotib, komadan chiqdilar. Ya'ni gepatit B yuqqan, og'ir holatni chaqirgan, og'ir holatdan bular eson-omon chiqib, gepatit B dan to'liq kuzatilib to'liq organizmdan gepatit B virus to'liq chiqib ketdi. Lekin ko'p hollarda, ayniqsa bolalarda yoshligida gepatit B yuqqanda 90-95% da surunkali bo'lib qolardi. Ya'ni kuchli reaksiya kuzatilmasdi, immunitet kuchli kurashmasdi va hech qanaqa belgilarsiz gepatit o'tardi va 90-95% bolalarda surunkali gepatit B deb qoladi. Agar virus tushgandan keyin 6 oy davomida qonda aniqlanib, 6 oydan keyin aniqlanmasa, biz buni o'tkir gepatit deymiz. Agar 6 oydan keyin ham HbS antigen aniqlanadigan bo'lsa, bu biz surunkali gepatit B deb tashxis qo'yamiz. Nima uchun aynan gepatit B virusiga qarshi vaksina qilinadi? Bola tug'ilgani bilanoq unga qarshi emlash qilinadi. Chunki
butun dunyoda shu praktika bor. Birinchi 12 soatda bolani gepatit B ga emlash zarurligi. Agar homiladorlik paytida onada gepatit B bo'lsa, homiladorlik paytida B yuqmagan bo'lsa, mana bu tug'ilish vaqtida gepatit B yuqtirishi mumkin va tug'ilgandan keyin ham onadan yuqtirib olish mumkin. Chunki onani qonida virus bor, bolaga yuqmasligi uchun birinchi 12 soatda, 24 soatda vaksina qilamiz. Bu vaksina bolada gepatit B rivojlanishini oldini oladi. Mana ikkinchi etik va vaksinani gepatit B bolaga yuqsa 95% surunkali formasiga o'tadi. Ya'ni surunkali gepatit B bilan qolib ketadi. 5 yoshdan keyin kasal bo'ladigan bo'lsa 90% tuzalib ketadi. Surunkali formasi juda ham kam holatlarda uchraydi. Shuning butun dunyoning praktikasida birinchi kundan boshlab bola tug'ilishi bilan gepatit B ga vaksina olishi shart. Ya'ni bu vaksina olimlar aytadi, umrbod himoyalaydi. Qaysidir adabiyotlarda yozilgan 10, 15, 20 yildan keyin yana bir marta emlanish kerak. Xo'p, mana 2000-yildan buyog'ida 2000-yildan keyin tug'ilgan bolalarda asosan emlash qilingan, lekin undan oldingi odamlarda qilinmagan. Xo'p, ular hozir emlash olishlari uchun boshlang'ich qanaqadir analiz topshirishlari kerakmi? Albatta. 3 ta tahlil o'tkaziladi. HBS antigen, anti-HB-core va anti-HBS tahlillari uchalasi ham manfiy bo'ladigan bo'lsa, biz aytamiz, siz gepatit B ga emlanishingiz kerak va 3 marta emlangandan keyin sizda turg'un immunitet shakllanadi va kamida 15-20 yilda sizda gepatit B virusi yuqmaydi. Agar o'sha 3 ta ko'rsatkichdan bittasi musbat bo'ladigan bo'lsa, vaksina qilmaslikka o'ylab ko'rish kerak. Bu уже klinik vaziyatdan kelib chiqadigan narsa. Ushbu podkastimiz homiysi Hakim Sino klinikasi gepatologiya markazi. Hozir e'tiboringizga qisqa videoroligimizni taqdim etamiz. Undan keyin yana suhbatni davom ettiramiz. Jigar inson salomatligining asosiy tayanchlaridan biridir. Uning to'g'ri faoliyati butun organizm holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hakim Sino gepatologiya markazi jigar kasalliklarini aniqlash, nazorat qilish va zamonaviy usullar asosida davolashga ixtisoslashgan tibbiy markazdir. Bu yerda 35 yillik tajribaga ega professor va oliy toifali shifokor gepatologlar faoliyat yuritadi. Markazda tashxis jarayonlari xalqaro standartlarga mos holda olib boriladi. Hakim Sino gepatologiya markazi zamonaviy fibroskan uskunasi bilan jihozlangan bo'lib, u jigar holatini og'riqsiz, tez va aniq baholash imkonini beradi. Shuningdek, markazda so'nggi avlod UZI apparatlari yordamida yuqori aniqlikdagi tekshiruvlar amalga oshiriladi va kasalliklarni erta bosqichda aniqlashga alohida e'tibor qaratiladi. Bemorlar qulayligi uchun Hakim Sino gepatologiya markazida call center xizmati faoliyat yuritadi. Operatorlar barcha savollaringizga aniq va tushunarli javob beradi. Sog'lig'ingizni nazoratga olishni va tekshirishni ortga surmang. Hakim Sino gepatologiya markazi. Murojaat qiling va quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Obran opa, mana davolanishi, yuqishi haqida gaplashdik-da virusni. Endi bemorlarda xalqimiz o'rtasida juda ham noto'g'ri fikrlar ko'p, bilasiz. Bitta gap ikkinchi kishiga o'tguncha noto'g'ri miflar bo'lib keladi bizgacha. Shuni to'g'rilab bizga hozir aytib bersangiz. Birinchi mif, gepatit B virusi o'ziga gepatit D virusini tortadi. Birinchidan tortmaydi. Gepatit D virusi bu alohida virus hisoblanmaydi. Bu to'liq virus emas. U D virusi odamda kasallik chaqira olmaydi. Faqat gepatit B virusi bor bemorga D yuqib qolishi mumkin. Agar gepatit B'si bo'lmasa, D yuqmaydi. Lekin hech qachon gepatit B D virusga aylanib ketmaydi va hech qachon B virusi ataydan kimdirdan D'ni yuqtira olmaydi. Shuning uchun gepatit B virusi bor bemorlarga aytamiz, ehtiyot bo'linglar. Sartaroshxonaga borganda o'zingizlar sochiqlarni ishlatinglar. Stomatologiyaga borganda iloji bo'lsa instrumentinglar o'zinglarniki bo'lsin yoki ginekologiyada shunaqa juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak va har yili delta antigenga tekshirib turish kerak. Chunki gepatit B dan farqli gepatit D virusi juda ham agressiv bo'ladi. Va jigar sirroziga 5 yildan 15 yilgacha shu oralikda olib kelishi mumkin. O'rtacha 10 yilda bemorda jigar sirrozi rivojlanishi mumkin. Gepatit B virusi jigar sirrozi rivojlanishi uchun kamida 30 yil kerak deymiz. Bu birinchi mif.
Qizig'im, men ham shunaqa deb o'ylaganman. Gepatit B, gepatit Dni chaqiradi degan gaplarni ko'p eshitganman o'zim. Yo'q, chaqirmaydi. Lekin gepatit B virusi bor odamlarga D yuqib qolishi mumkin. Uni orqasida C ham paydo bo'lishi mumkinmi? Yo faqat B bilan D asosan birga rivojlanadimi? Gepatit Dni rivojlanishi uchun gepatit Bni qobig'i kerak. Cni qobig'i Bni qobig'iga o'xshamaydi. Shu gepatit B bilan gepatit Dni qobig'i bir xil. Dda u qobig'i yo'q. Organizmga kirib kasallik chaqirishi uchun B kerak unga. Ya'ni Bdan o'ziga nima deydi, D virus yaralishi uchun, ko'payishi uchun B unga ozuqa bo'lib turadi. Keyin shunaqa holatga keladi, D virusi kuchli bo'lib, D virusini miqdorini kamaytirib yuboradi. Yana organizmda ikkita virus bo'lsa, bittasi albatta kuchli bo'lib, ikkinchisini bosadi. Aktivligini. Tushunarli. Demak, birinchi mifni aniqlashtirdik. Endi ikkinchisi. Ikkinchi mif, tuya suti ichsam B virusi yo'qoladi. Bu juda ham aktual. Bemorlarimiz shu tuya sutiga ruju qo'ygan. Lekin tuya sutini tarkibida gepatit Bni miqdorini kamaytiradigan yoki gepatit B virusiga yana qanaqadir antivirus xususiyati yo'q. Tuya suti bu oqsillar, aminokislotalar yig'indisi. Bu juda ham yaxshi oqsil manbai. Lekin bitta xavfi bor. Brutsellyoz yuqtirib qo'yish xavfi bor. Shuning uchun tuya sutini emas, sigir sutini bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Demak, ikkisini darajasi bir xil. Hatto eshitganmiz, tuya sutiga tuya peshobini aralashtirib ichishadi. Shunisi noto'g'ri. Bu juda noto'g'ri narsa. Nimaga bu narsa tarqalgan? Odamlar shuni ichib natija ko'rganmi yo qanaqadir ahvoli yaxshilanish holatlari kuzatiladimi? Oqsil ko'p ichganligi hisobidan nima ahvoli yaxshilanib qoladimi? Bizning bemorlarda tushuncha bor, agar surunkali gepatit bo'lsa, sirroz bo'lsa, kuchli parhez tutish kerak. Va tuxum yeyishmaydi, mosh, no'xat yeyishmaydi, go'shtlarni kamaytirishadi. Yog'li mahsulotlarni, oqsil miqdori organizmda kamayib ketadi. Va keyin bemor tuya sutini ichish boshlaganda, tuya sutida oqsil, aminokislota, oqsil ko'p. U o'zini yaxshi his qilishni boshlaydi. Va tuya sutidan yaxshi bo'lyapman, tuzalyapman degan fikrga keladi. Aslida u har kuni go'sht, tuxum, sutli mahsulotlar, o'simlik mahsulotlarini yesa, undan xuddi shunaqa ijobiy natija olamiz. Menga ham qabulimga bemorlar kelganda tarpiyada qabul qilamiz deb aytamiz. Men birinchi beradigan savolim, uni kim sizga tavsiya qilgan? Va aptekadan sotib olgan bo'lsangiz, uni ichidagi yo'riqnomasi bormi va tarkibi nimadan iborat? Bemorlarimiz javob beradi, aptekadan olmaganman, tarkibini bilmayman deb menga telefonda reklamasini ko'rsatadi. Reklamasida o'sha tarpiyadani tarkibida 20 tadan ortiq o'simlik moddasi bor ekan. To'g'ri, o'simlik moddalarni foydali tomonlari ham bor, lekin nojo'ya tomonlari ham bor. Bilamiz, hamma odamlarga ham u to'g'ri kelmaydi. Har xil yondosh kasalliklari bo'lishi mumkin. O'shanda bu juda ham yomon ta'sir ham qilishi mumkin. Lekin aniq deb ayta olaman, tarpiyada gepatit B virusini davolashiga hech qanday yordam bermaydi. Shifoxonada ishlaydigan shifokor bemorga tavsiya berayotganda albatta u klinik protokollarga asoslangan dori yozib beradi. Ya'ni aptekadan olishlar kerak. Albatta, va bu dori aptekadan olingan bo'ladi. Mana hozirgi paytda O'zbekistonda yozilgan klinik protokollar shu Amerika, Yevropa, boshqa rivojlangan mamlakatlarda butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tavsiyalariga asoslangan biz ham klinik protokol yaratganmiz. Shu klinik protokolga asoslanib bemorga dori yozib beramiz. Ya'ni bizni doktorlar o'z xohishi bilan uni yozishi mumkin, buni yozishi mumkin degan tushuncha yo'q. Chunki shifokor har bitta yozib berayotgan dorisini negizida asosnoma bor va qonun bilan himoyalangan narsa. Agar u klinik protokolga kirmagan bo'lsa, biz yozish imkoniyatimiz bo'lmaydi va bu noto'g'ri bo'ladi.
Tushunarli. Har bitta apteka ham sotayotgan dorisiga kafolat beradi. U yaroqligiga, dori qalbaki bo'lmasligiga va shuning uchun bemorlarga aytamiz, aptekadan dori sotib olinglar. Reklamaga ishonish, bu reklamada ko'p chiroyli gapirish mumkin. Lekin u kasallikni tuzatishi kafolatlanmagan. Qaysi mana shu 27 tami, 25 ta o'simlik moddasi qaysi biri shu virusga qarshi ishlaydi? Uni bilmadim. Yo'riqnomasi ham yo'q. Bironta bemor yo'riqnoma ko'rsatib bera olmagan. Shu dorini tarkibida nechta o'simlik va necha milligramligi borligini ko'rsatib bermagan. Demak, e'tiborli bo'lishlarini talab qilamiz. Albatta, bemor keladi, mana shu dorini davom ettirsam bo'ladimi deydi. Men tavsiya bermayman dedi. Nimaga dedi? Chunki yo'riqnomada tarkibi ham yo'q, necha marta ichish kerakligini ham bemor menga ko'rsatib bera olmagan. Aptekada sotilmagandan keyin tavsiya qilishga qo'rqaman. Demak, suhbatimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, gepatit B davolasa bo'ladigan va nazorat ostiga olinishi kerak bo'lgan kasallik va uni hukmi o'lim emas, to'g'rimi? Albatta, o'lim emas. Jigar sirrozi ham rivojlanmasligi mumkin. Mana hozirgi olingan tadqiqotlar nima ko'rsatadi? 25 yil davomida Afrikada 10 mingdan ortiq gepatit B bo'lgan bemorlarni kuzatishgan. Agar bemori HB antigen degan ko'rsatkichi bor. Agar bemorda HB antigen manfiy bo'lsa va bemorda ferment ko'rsatkichlari absolyut normada bo'lsa, ya'ni 20 dan kam bo'lsa, bemorda jigar sirrozi rivojlanish xavfi bo'lmas ekan. Agar bu ko'rsatkich musbat bo'lsa va fermentlar 25 dan yuqori bo'lsa, 40 dan yuqori bo'lsa, bu boshqa ko'rsatkichiga ham ahamiyat berish kerak. Nima deydi? Bu bemorda jigar sirrozi rivojlanish xavfi yuqori bo'lar ekan. Bu bemor albatta o'zini har 6 oyda yoki 1 yilda bir marta tekshiruvdan o'tish kerak. Bizni tekshiruv buyurganimizda albatta bu bemorga ko'p miqdorda dori beramiz degani emas. Mana bemorlarimiz kelishadi, tekshiruvdan o'tkazamiz, sizda hammasi yaxshi, bo'ldi, 6 oydan keyin yana qaytib kelamiz deymiz. Birorta dori ham yozib bermaymiz. Demak, eng muhimi to'g'ri va vaqtida tekshiruvdan o'tish. Albatta. Suhbatimiz juda ham manfaatli bo'ldi. Oxirida bir o'zingizni xulosangizni berib o'tsangiz kuzatuvchilarimizga albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, agar siz 2000-yildan oldin tug'ilgan bo'lsangiz, albatta gepatit B ni markorlariga tekshirtiring. Agar sizda o'sha gepatit markorlari manfiy bo'ladigan bo'lsa, gepatit B ga albatta emlanish kerak. Yoki qarindoshlaringizda, turmush o'rtog'ingizda, yaqinlaringizda gepatit B virusi aniqlangan bo'lsa, yoki kimdirda yaqin qarindoshlaringizda jigar sirrozi kasalligi kuzatilgan bo'lsa, albatta o'zingizni tekshirtirib, gepatit B, C viruslariga tekshirtirib, agar viruslar manfiy bo'lsa, o'zingizni gepatit B ga qarshi emlating. O'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Agar sizda biror savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarga yozing yoki klinikamizga murojaat qiling. O'zingizni asrang.